kartoshka. Paxtalarni ekkan, mana paxtalar ham chiqyapti buni. Xudo qolsa yagan aka tushyapti endi. Yo'limiz salgina anaroq, lekin yaxshi. Saroy. Press ham qo'ygan bularni. Pedalarni mana birinchi o'rin bitkazib, press qilib qo'ygan. Bu yoqda mana tutlarni o'ryapti. Pillalar pishyapti. Mana bu udobringlar. Mana yangi texnikalarda mana hozir bag'da tashyapti. Eshaklar bilan olib kelyapti. Hozir eshakka yo'l beramiz. Xudo xolasa mana. Xudga olib ketyapti. Yashanglar. Kartoshka, hamma joy kartoshka. O'zimizdan chiqadi. Hamma mahsulot o'zimizda. Hammasi pishgan. Mana bug'doylar pishyapti. Tutlar pishyapti. Voy. Saroyga ham kelib qoldi. Mana bedalarni shunday press qilib chiroyli qilib qo'ygan. Joyida press qilib ketadi. O'sha press joyidan kimga kerak bo'lsa, nechta kerak bo'lsa hukumatimiz berib qo'ygan 10 tadan oilani har bitta oilaga tarqatadi. Bepul. Tojikiston kuchaygan. Janobi oliyga katta rahmat. Mana saroyimiz bor. Saroyimiz bu yoqda yana bog' bor. Hozir bog'ni ko'rsatamiz. Mana bu yoq ham kartoshka. Saroy degani bu xalq o'sha kolxozni nimasi, mana olmalar boqib qo'ygan, olma, o'rik, olcha, gilos hamma narsa bor. Mana bu yerda bedani olib ketyapti mana. Shunday mana budkalar ham bor. Sovuq. Nima sovuq urug'larni tayyorlab qo'ygan. Poyezdining tagidan olib o'tamiz. Mana poyezdning tagidan o'tyapmiz. Yoshligimizda mana shu yerdan o'tganmiz. Hozir endi o'tyapman. 10 yildan keyin kelib o'tyapman mana hozir. Mana to'g'rida ko'rganlaring mana olcha pishyapti, qip-qizil bo'lib. Uzoqdan yaxshi ko'rinmadi, lekin mana hamma yoq chestnot, bodring, hammasi tabiiy, hech qanday ximiya yo'q. Mana bu tomon yana kartoshka, pomidor mana o'zi gullayapti. Gullab shunday chiroyli bo'lyapti. Tamom kartoshka. Bu yerda endi biz Yangoboddan o'tib Saidqiro'nga kirib kelyapmiz.